Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh tabaraka va taolo men soch soqoli islomda oqargan bandamni azoblashdan uyalaman deb aytdi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tadi. Qarang, Alloh subhanahu tabaraka va taolo qaysiki bandasi islomda mana shundoq bir solih amallarda soch soqoli oqarib vafot etar ekan, Xudoy taolo o'zining ibodatida, mo'min musulmonlari xizmatida, islomda yaxshi amallarda soch soqoli oqargan bandasini Alloh taolo hatto jahannamga azoblashdan hayo qilar ekanlar. Allohning huzurida solih amallarda umr o'tkazgan insonning hurmatini, ehtiromini qarang. Shuning uchun azizlar, siz bilan biz ham bu Xudoy taolo hurmat qilgan, ehtirom qilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam insonlarni eng yaxshi deb aytayotgan, islomda yaxshi amallarda, solih amallarda soch soqoli oqargan insonlarni azizlar doimo hurmat, ehtiromini qilish kerak. Alloh taologa shukronalarimiz bo'lsin. Biz shundoq bir go'zal yurtda yashaymizki, keksalari e'zozlanadigan, hurmat qilinadigan, ehtiromlanadigan. Alhamdulillah. Alloh taologa shukronalar bo'lsin. Siz bilan bizni yoshligimizdan doim mana shu ta'lim tarbiya berib kelinadi. Mana shu narsani azizlar yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Agar buni yo'qotsak azizlar, siz bilan biz islomimizni yo'qotamiz, odobimizni yo'qotamiz. Alloh taolo ulug'lab turgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maqtab turgan insonlarga bo'lgan hurmatimizni, ehtiromimizni yo'qotib qo'yamiz. Albatta o'z o'rnida keksalarimiz ham, ulug'larimiz ham bu keksalik mas'uliyatini yaxshi bilishlik kerak. Keksalik mas'uliyatini his qilishlik kerak.